mashinaga birinchi marta 40 tonna yuk yuklashim. Nariga mashinaga ko'p yuklaganman, 45-50 ham yuklab ko'rganman. Lekin bu mashinaga birinchi marta yuklashim. To'g'risi gap bitta aybi borda qaranglar. Mana manetlar soli sinig'i bor, ko'rdinglarmi? Buni o'zim ham yaqinda ko'rdim. Shuni almashtirgani ham vaqt bo'lmayapti, yo'q, nima bo'lmayapti, fursat bo'lmayapti, qaranglar. Shu singan risol bilan 40 tonna yuk. Jicha apasni rotaymi, o'zim ham qo'rqib turibman. Hozir tent yopamiz, iloji boricha ayri yo'llar bilan borib tushirib beramiz. Unaqa uzoq emas, shuncha yuklasa bo'laveradi. Где-то Andijon yoki Namangan, Farg'ona bo'lsa, endi baribir haliginaqa olishi mumkin. Qiynab qo'yishi mumkin. Shunga shaharga bo'lgani uchun yukladim. Ichkarigacha kirishib olibdi. Mana tarozini yonida turibdi. Pevegaroz bo'lsa yo bir narsa bo'lsa degan maqsaddanmikin yo. Hozir gaplashamiz. Bu yerda kamera o'chib turadi faqat. O'zbekiston iqtisodiyotiga hissa qo'shishda davom etayotgan yana bir Xitoy zavodi 2017-yilda qurilish boshlangan ekan. 2023-yilda oxirlarida ishlatishga topshirilgan ekan. Zavod hali to'liq ishlamagan, 100% ishlamagan, lekin shunda ham bari ulgurmayapti. Nafaqat O'zbekiston, nafaqat Andijon,